Inspection Week bo'yicha ozgina info berib qo'ymoqchi edim. Assalomu alaykum. Tracking sohasidagi yaqinlarimizga Inspection Week bo'yicha ozgina info berib qo'ymoqchi edim. Tekshiruvlar kuchayib ketdi. Shunga oldini olish uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerakligini bir eslatib qo'ymoqchi edim. Birinchi o'rinda PTI qilish eng muhim masalalardan. Hamma joyini trakki tashqi ko'rinishini ayniqsa tekshirib, keyin yo'lga chiqinglar. ELD dan ko'proq tekshirayotgani uchun ELD dan nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Birinchi o'rinda ELD joyida mounted bo'lishi, qotirilgan bo'lishi, keyin profile form to'ldirilgan bo'lishi, yana signature qo'yilgan bo'lishi обязательно bu o'tgan kunlarga. Chunki signature bu men bu ELD ni ishlatyapman, xabarim bor nima bo'layotganidan degani. Keyingi masala instruction sheet print qilingan holatda trackda bo'lishi shart. Chunki duty inspektor shunga qarab turib loglarni send qiladi o'ziga. Yana paper logbook bo'lishi kerak. ELD ishlamay qolgan holatlarda paper logbook ishlatib ketishingiz kerak bo'ladi. Eng muhim narsalardan vaqt masalasi, driving time, break time, shift limitlarga juda ham e'tiborli bo'linglar. Xudo xolasa juda oson o'tasizlar inspection weekdan. Hammaga yaxshi kayfiyat, hammaga omad.